Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimiz 10-mart bo'yicha avtomobil texnik ekspluatatsiyasi va servisi bo'yicha mehnat sarfini aniqlash. Demak, mavzuimiz shu, rejamiz bor. Rejamiz bo'yicha demak, avtomobil texnik ekspluatatsiya servisida mehnat sarfini aniqlash. Demak, avtomobil texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlashlarda mehnat sarfi va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishlar texnologik loyihalarni targ'ib me'yorlarini aniqlash mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Demak, avtomobillar texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash mehnat sarfi dunyo o'sha amaliyotiga avtomobillarni ekspluatatsiyasi qilishda rejaviy ogohlantirish, texnik xizmatlar ko'rsatish, texnik xizmat ko'rsatish, ta'minlash tizimlarini qabul qilinadigan bu tizimlarning asosiy maqsadlari avtomobillarga buzilishlar ishlash tizimlari va xavfsizlikni oshirish, ish jarayonlarini takomillashtirish, erishish va ekologik me'yorlarni rioya qilish. Demak, tizim darajalar texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash tizimlari me'yoriy 3 ta asosiy darajada ishlab chiqarilgan. Demak, federal tarmoqlarda darajada barcha tashkilotlar va uchun majburiy hisoblanadi va masalan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishlar avtotransportlarning tarkibiy texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash nizomlari avtomobillarning o'sha texnologik loyihalarini, tarmoqlarni me'yorlari bo'yicha ko'rib chiqamiz. Demak, tarmoq ichidagi darajasi o'sha yirik birlashmalarda holding va kompaniyalar va o'sha tajribasi asosida nizomlarga o'sha tayanib o'z ichiga takrorlangan ishlab chiqilgan. Ya'ni masalan avtosessorlar va AQShlardagi xizmatlari, avtomobil texnik xizmat ko'rsatishlari va O'zbekiston Respublikasi avtomobil texnik xizmat ko'rsatishlari, agregatlarning avtoneft trans va boshqalar va kasbiy iqlimiy darajalari O'zbekiston Respublikasida muhandislik va jamiyatlar tomonidan ishlab chiqarilgan xizmatlar aks etgan bu me'yorlar majburiy emas, lekin juda nufuzli va ko'plab avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Demak, texnik xizmat ma'lumotlariga bir nazar solamiz. Demak, texnik xizmat ko'rsatish tizimlari nizomlari 1943-yildan boshlab o'sha takomillashtirilgan yildan boshlab toki 43-yildan 44-yilgacha muntazam yangilanib kelgan. 1984-yildagi nizomda ikki qismga iborat bo'lgan. Tizimning umumiy qoidalari avtomobilning resurslari bo'yicha aniq me'yorlar keltirib berilgan. Demak, o'sha kunlik xizmat ko'rsatish turlari bu vazifalari, kunlik xizmat ko'rsatishlar vazifalaridan umumiy vazifalar kunda kechirish va yoqilg'i va moy sarflarini, suyuqliklarni to'ldirish va kuzovni sanitariya ishlovidan o'tkazish va kunlik xizmat mashinalarining yo'lga chiqishdan oldin yoki ishdan qaytishgacha bo'lgan vazifalar bajariladi. Demak, texnik xizmat ko'rsatish vazifalariga agregatlar va mexanizmlarning holatlarini o'zgarmasdan holatni saqlash, buzilishlarni oldini olish va moliyash, sozlash va detonatsiya va shovqinlarni tekshirish va atrof muhitlarni himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash. Demak, tashxislashlar texnik xizmat ko'rsatish eng muhim qismlari ikki turga bo'linadi. Demak, tashxis bir umumiy texnik tashxis ikki chuqurlashtirilgan tashxis hisoblanadi. Mavsumiy bo'lganisi ikkiga bo'linadi, ya'ni avtomobillarning yozgi va qishki qismlarga bo'linadi. Demak, ta'minlash turlari joriy ta'minlash tizimlari bor. O'sha paydo bo'lgan nosozlikni bartaraf etish bo'ladi. Demak, agregat qismlarga ajratiladigan yig'ish, sozlash, chegaraviy holatlarga keltiriladigan detallarni almashtirish va mukammal kapital ta'minlash tizimlari bor. Mashina yoki agregatlarni yoqilg'i tizimlariga ajratish, detallarni tiklash yoki yangisiga almashtirish, sinovlardan o'tkazish, o'sha keyingi kapitalgacha 80% resursini ta'minlash va kapital ta'minlash maxsus avtomobilga texnik xizmat ko'rsatishni bajarish va me'yorlarni koeffitsiyentlarini O'zbekiston Respublikasi hududlarida qo'llaniladigan me'yorlari 1984-yildan soliq ittifoq nizom keltirib berilgan va 1996-yil va 99-yilgacha O'zbekiston Respublikasidagi nizomni
agar avtomobil bo'ladigan bo'lsa, o'sha olingan avtomobil 1984-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomobil, eski Sovet Ittifoqidagi davr bo'ladigan avtomobil bo'ladigan bo'lsa, 1963-yil va 1974-yilgi nizomga murojaat qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Chunki chiqarilgan avtomobil yilga qarab. Demak, O'zbekiston me'yoriy Kevich iqlimiy koeffitsentlari orqali o'sha moslashtiriladi. Demak, avtomobillar texnik loyihalashi, tarmoqlari, me'yorlari va yangi o'sha avtomobillarning loyihalashi va 0191 me'yorlari qo'llaniladi. Demak, bu me'yorlarda quyidagi filtrlar, demak, avtomobilning klapingacha resurslari, klapin ta'minlaydigan yangi mashinalar resurs yo'li, texnik davriyligi va avtomobillarning mehnat hajmlarini turli sharoitlarda uchun to'g'rilash koeffitsentlari K1 va K2 davriyligi va avtomobillarning mehnat hajmlari va turli sharoitlarda to'g'rilash koeffitsentlari K1, K5 qo'llanadi. K1, K5 qanday kelib qoldi bizga? Demak, koeffitsentlarning mazmuni K1 ekspluatatsiya sharoitlari bo'yicha, K2 transportlarning ish tashkiloti, K3 iqlim zonasi bo'yicha, K4 yurgan yo'li va joriy ta'minlash mehnati bo'yicha, K5 avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishdagi avtomobillar soni bo'yicha berilgan. Demak, nazorat savollariga qo'yilgan javoblarni ko'ramiz. Texnik xizmat ko'rsatish ta'minlash tuzilmalarining o'sha nizomdan iborat, ya'ni o'sha tizimlari quyidagilardan iborat. Demak, kundalik xizmat ko'rsatish, texnik 1, texnik 2, tashish 1, tashish 2, mavsumiy xizmat joriy ta'minlash va mukammal ta'minlash va texnik ko'rsatilishi va ta'minlash ishlari va ularning mukammal turlari. Demak, kunlik xizmat ko'zdan kechirish, to'ldirish, texnik 1 profilaktika ishlari va texnik chuqurlashtiriladigan profilaktika xizmatlari va tashish 1, tashish 2 o'sha mavsumiy tayyorlash, joriy ta'minlashlarni bajarish etish va kunlik kapital ta'minlash ishlari keladi. Demak, texnik xizmatlar bo'yicha me'yoriy qaysi hollarda beriladi? Demak, me'yorlar avtomobillarga xizmat ko'rsatish uchun keltiriladigan vaqt, mehnat sarfi, davriylik, hajm va quyidagi hujjatlardan iborat. 1984-yildagi texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash nizomi, 1996-yildagi O'zbekiston Respublikasi nizomi, 1999-yildagi O'zbekiston Respublikasi nizomi, tarmoq me'yorlari 0191 va avtomobillarning texnik xizmatiga o'sha qo'yishini rejalashtirish usullari qanday? Ya'ni kalendar usul va vaqt bo'yicha, masalan, har oyda, har chorakda, mavsumda yurgan yo'li bo'yicha, masalan, texnik 1 1000 km va 5000 km yurganmiz, texnik 2 2000, 10000, 15000 km yuradi. Tashxislar natijasida asosan sifat ko'rsatkichlari yomonlashganda xizmatga qo'yish, ya'ni kombinatsiyalashgan usullari yurgan yo'li plus vaqt tashxislash natijalari kiritiladi. Demak, ekspluatatsiya o'zi nima? Bugungi mavzumizga ekspluatatsiya bo'yicha tushuncha beramiz. Demak, asosiy ma'nosi ekspluatatsiya bu texnik uskunalar, transport vositalari yoki infratuzilmalar maqsadida muvofiq va me'yorlarga amal qilinadigan hollarda ishlatiladigan jarayon hisoblanadi. Demak, bir texnika o'sha ishga yaroqli yoki holatga saqlash to'g'ri baholashdir. Ya'ni vaqt ta'minlaydigan va samarali ishlarning buzilishlarni bajarishini ekspluatatsiya qilinadi. Ya'ni transportdagi ma'nosi o'sha transport muhandisligi sohasida ekspluatatsiya deganda transport vositalarini ishga tayyorlashi va texnik holatlarni ko'rsatishi, ta'minlashi va dvigatel transmissiya tormoz tizimlarining holatlarini nazorat qilishi, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yoqilg'i tejamkorligini boshqaruvi va samarali boshqaruv va tezlikning rejimida yurishi kerak bo'ladi. Demak, bu texnika ishlatish va unga xizmat ko'rsatish demakdir. Tizimli ilm ta'riflari, ekspluatatsiya, texnik ekspluatatsiya ish jarayonlari, funksional imkoniyatlarini saqlab turish va xavfsizlik, ishonchli ishlash ta'minlash va hamda ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan tashkiliy, texnik o'sha va texnologik choralar majmuasidan iborat bo'ladi. Demak, qaysi sohalarda qo'llaniladi? Asosan transport sohalari yo'l, temir yo'l, havo va suv transportlari, energetika,
qurilish texnikasi, elektronika va kompyuter tizimlari va sanoat uskunalar va oddiy tilda qisqa izoh berib o'taman. Ekspluatatsiya texnikaviy buzmay me'yorlarda ishlatish vaqtida qaror berishdan iborat bo'ladi. Demak, mavzu bo'yicha videorolikimiz bor. Videorolikimizga aynan shu mavzumiz bo'yicha berilgan videorolikimiz slaydimizdan shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumizga savol bo'ladigan bo'lsa, savol berishlaringiz mumkin. Savol berma.